Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz o'zbek ovoz AI sun'iy intellektini qanday qilib to'g'ri foydalanish kerakligi haqida gaplashamiz. Xo'p, birinchi navbatda o'zbek ovoz AI mana shu o'zbek ovoz o'z saytiga kirib olamiz. Keyin bu yoqda maydon chiqadi. O'zingiz sintez qilmoqchi bo'lgan, audio qilmoqchi bo'lgan tekstni yozasiz. Deylik, men bu yoqda shunaqa yoza olaman. Deylik, o'zingizga kerak bo'lgan tekst yozasiz. Agar imloviy xato qilgan bo'lsangiz, mana shu tugmani bosib qo'yasiz. 5-10 sekund ichida so'zingizni o'rganib, xatolarni to'g'rilab beradi. Biz bu yoqqa pastga tushamiz. Bu yoqda sozlamalar bor mana. Hozir to'g'rilab berdim bu xatolarni. Xo'p, bizda pastda sozlamalar bor. Ya'ni oddiy sintez qilsangiz bo'ladi. Agar biron bir videoni ustiga video qo'yib, professionalniy dublyaj orqali ovoz bermoqchi bo'lsangiz, dublyaj funksiyasini tanlasangiz bo'ladi. Hop, birinchi oddiy anonsdan ko'rsatib beraman. Bu yoqda o'zingizga kerakli bo'lgan odam, deylik, qiz bola kerak bo'lsa qiz bola, erkak kishi kerak bo'ladigan erkak kishi bo'lsa tanlaysizlar. Deylik, Madina. Endi qanaqa ohangda gapirish kerak? Qo'noqmi, balandmi, asabiymi? Mana shu yoqda tanlaysizlar. Va sintez qilish tugmasini bossalaring, u sintez qilib beradi. Dublyajga keladigan bo'lsa, dublyaj bo'limida sal boshqaroq. Bu yoqda qo'shimcha sozlamalar degan bo'lim bor. Shundoq bossangiz, deylik, siz biron bir ovozni haqiqatan professionalizm, ya'ni professional ovozni sintez qilmoqchisiz. Lekin siz yaxshi tushunmayapsiz nima qilish kerakligini. Hali sinab ko'rmagansiz, hali tushunchaningiz yo'q. Endi aynan shu holatda men mana shunaqa funksiyani ishlatishingizni tavsiya beraman. Nega? Birinchi navbatda siz o'zingizga kerakli bo'lgan tekstni yozdingiz. Endi u qanaqa ohangda o'qilish kerakligi haqida yozasiz. Bu yoqqa yozasiz. Bu AI orqali aktyor va tezlikni sozlab beradi. Ya'ni AI rejissor bo'lma bu. Ozgina kutamiz. Ozgina vaqt oladi. Xo'p, bu yoqda ovozni balandroq qilsangiz bo'ladi mana. 200 ga chiqarib qo'ydim. Mana. Tanlab berdi, jasur. Bu yoqda temposi, bu yoqda yuqori balandlikda ko'tarinki va quvnoq dinamikada o'qiladi. Dinamikada o'qiladi. Mana. Shunaqa o'qiladi. Xo'p, endi yana bitta funksiya qo'shganmiz. Deylik, bilaman, ba'zi bir so'zlaringiz balandroq, e'tibor bilan o'qilishi kerak bo'ladi. Mana shu bo'limni bosib qo'ysanglar, mana tepada o'zi kerakli so'zlarni katta qilib urg'u bilan o'qiydi endi. Xuddi shunaqa. Xo'p, buni bossak, tanlab berdi. Bu yoqda tanlasizlar bo'ladi. Multfilmga bo'ladigan bo'lsa, multfilm, kinoga bo'ladigan bo'lsa, bu, agar notiq kerak bo'ladigan bo'lsa, bu, agar qayg'uli kerak bo'ladigan bo'lsa, bu, mana shunaqa belgilab olinadi. Deylik, bu funksiya nima funksiyani bajaradi? Endi deylik, sizlarni videolaring 30 sekund. Lekin bu tizim sizga 37 sekundlik audio qilib berdi. Endi bu yoqqa deylik, videoingizni soniyasini yozasiz. 30 soniya gapirish kerak. Sintez qilganda shu davomiylikka moslashadi. Ya'ni tezlashtirib olmaydi, maksimal moslashadi. Bu yerda nutq tezligi, ya'ni 1 bo'lsa, men 1 qo'ysam bo'ladi, normal. Keyin matnni ovozga sintez qilish, ya'ni buni tozalaymiz. Matnni ovozga sintez qilish tugmasini bosamiz. Va ozgina kutamiz. Tayyor bo'lgan natijalar mana bu oynada paydo bo'ladi. Ozgina kutishimiz kerak. Bugun juda xursandman, chunki boshliq oylik berdi. Xuddi mana shunaqa ovoz sintez qilsalaring bo'ladi. Hammaga rahmat. Foydalanib ko'ringlar. Bu imkoniyatdan maksimal foydalanishinglar kerak.